Ramashkali tagida sho'rtchasi bor, bu yoq uzun, yozgi. Sifati zo'r, materiali yumshoq. Haba. Bekasi ham bor. Detski. Bu yoq endi detski narsalar bo'ladi. Yumshoq. Haba material. Sifati zo'r, choklari ham zo'r. Sifati yaxshi, 120 cm ekan. Ko'ylak. Dvoyka. Koftasi. Buni ko'rsataman. Yeshilkaga o'rnatib yokida kiyib ko'rsataman. Materiali zo'r. Shifonni qattiqroq, yaxshiroq varianti. Kiyganda juda chiroyli turadi. Keyin mana bunday yubkasi. Sifati zo'r. Mana tagida ko'rsatmaydigan ham bor. Buni kiyib yaxshilab ko'rsataman. Lekin materiali juda chiroyli. Gulli fason, bahorga. Lasina. Oh, material juda yumshoq. Haba. Buni nima degan tushundingizlar? Lekin oldida mana shunday astardek narsasi bor. Bu yog'i bahor yoz. Ko'ylaklar oyoq orasiga kirib qoladi ayollarda. O'shani oldini olish uchun mana shu to'sib turadi, pardadek narsasi bor. Orqasida shu o'sha narsa. Bu yana bitta rang. Lekin material juda ham yumshoq. Xibir. Shu troyka. Troyka. Oxirgi paytda belkasini umuman yopishtirmaydigan bo'lishgan. 120 cmligini o'rgandim. Rangi chiroyli, moviy. Yo'q. Oh. Bu ishtonchasi lekin qizimga kattaroq, endi katta esa kiyadi. Oh. Bu esa qo'ydan ko'proq. E'tiboringiz uchun. 50 cmlik. Ko'ylakchasi ham bor. Yechilarkan, mana ichidan ko'rishingiz mumkin. Sochlari ikki tola sochi bor ekan, o'rilgan. Yumshoqqina. Bu yog'i yechilmas ekan. Mana bu osib qo'yadigan ham bor, xohlasangiz, o'ynasangiz bo'ladi. Farzandlarimiz uchun juda yaxshi. Yumshoq o'yinchoqlar. Bu ham yumshoq bo'ladi. Mana sizga bu Xitoydan faqat kiyim kechak keladi mana sizga. Hamma narsa keladi, yeydigan narsagacha. Har xil rangli. Zo'ra. Harakat yo'lini topadi. Bu bo'yni og'rib qo'ygan aytcha. Kechak ko'p. Bo'sh. Modasi shunaqa edi. Mana bunday. Yetadi. Yumshoqqina. Bu ham qizimga zakaz qilib kelgandim. O'yinchoqlar ham polni keladi. Kattaroqlari vakuumlangan bo'ladi. Kichaytirilgan holatda kelganidan keyin paketga yetganda katta. Bu esa boshga taqadigan. Detski. Mana bunaqa. Juda go'zal. Bahor, yoz uchun yosh bolalarga. Bu ham Qozog'iston taraf. Endi adashmasam dvoyka. Dvoyka. Materiali shunaqa yumshoq. Haba. Go'zal-a? Juda chiroyli. Bu fioletli rangi. Materiali zo'r, bahor, bu yozga hisoblangan juda yumshoq hidi, o'ta yumshoq. Mana tikillari ham toza, choyki, unaqa yomon, sifatsiz narsalar. Bu ham dvoyka, hidi. Bu qancha? Nyuki materiali.
Mana birkasi yopishtirilmagan, hammasi shunday chiqadi. Mana bu ham o'sha bu yoq havo qizib ketadi, issiq. O'shaning uchun yubka muzdek turadigan material. Mana bu rangda. Buni ayollar uchun pijama variantlari ham juda ko'p, dvorka variantlari ham, bolalar uchun ham, ayollar uchun ham juda ko'p materiallar. Muzdek bo'ladigan muslin. Bu material vafli material. Toshning nomini bilmayman, lekin vafliga o'xshab ketadi mana. Klеточный, lekin havo o'tkazadigan oldimizdagi sezon uchun. Mana ishtonchasi ham. Ishton zo'r ekan, sal pastroqda. Bu teparoqga kiyib, qornichasi bilan ikki chiqadi baribir. Bahorda kim yoz bo'lsin, yoshlarni shunday ikki saqlash kerak. Dvoyka. O'ta go'zal. Lekin razmeri katta. Примерно bir 2,5 yosh aralığında bo'ladi. Bu bo'ladi buni razmeri. İştonchasi. Hammasi bo'ladi. Giloschasi. Zakolkachalar. Mana bu oddiy podarkaga organza materialda. Kulrangi, qorasi, oqi, bunaqa rangi. O'zimizdan bitta oladiganingiz puliga u yoqdan pochkasi bilan olasiz.